Xvicha Kvaratskhelia tomonidan kiritilgan bu golda himoyachini aldab o'tgan Finch rolimi yoki darvozaga yo'llagan zarbami? Xvicha bunday holatga o'zi qanday yetib keldi? Boshidan ko'rib chiqamiz. Uchrashuvning 5-daqiqasidayoq Xvicha o'ziga qarshi qo'yilgan Matyukeshni oyoqlarining orasida to'pni olib o'tib, bu oqshomda nimalar kutayotganini taxminan ko'rsatib qo'ydi. 7-daqiqa. Kvaratskhelia himoyachini aldab o'tdi. Himoyachi chaldi, kontakt bor. Dumalasi 100% penalti. Lekin Xvicha o'yinni davom ettirdi. 9-daqiqa. Keshni o'ngga, Keshni chapga. 45 minut shu ahvol davom etdi. Tanaffusga Matyu tilini osiltirib, zo'rg'a chiqib ketdi. Ikkinchi taymda Emerydan jiddiy yurish. Keshni o'rniga Disasi tushirildi. Bu Chelsea o'yinchisi Bettenni yo'qotdi. Topgandirsizlar. Mana ham shu savol. Disasi so'q markaziy himoyachi. Bu Emeryning Xvichaga javob yurishi edi. O'ng qanotga markaziy himoyachi tushirildi. City Real o'yinida Pep ham xuddi shunday yurish qilib, Viniga Husanovni tashlagani esiladi. Xvichaning Emeryga javobi esa uzoq kutilmadi. 49-daqiqa. Xvicha Disasini mana bu ajoyib finti bilan Keshni yoniga jo'natib yubordi va Martinezga qarata pushkani uchirdi. Emiliano bu zarbani ko'rib, Gruziya yaxshiyam jahon chempionatiga chiqa olmagan ekan deb qo'ygan bo'lsa kerak. Xvichani ko'rdingizmi? Maradona bo'lib ketdi.